A'lo kayfiyatdan salom, yangi kun dasturini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Kulgu bilan kun yana ham maroqli bo'ladi, ammo bugun notarial idoraga kimlar ko'proq qaysi masalalarda murojaat qilishyapti? Umuman sohadagi yangiliklar nimalardan iborat va fuqarolar, soha mutaxassislari qanday muammolarga duch kelishyapti? Aynan shu haqda suhbatlash maqsadida studiyamizga malakali notarius Asliddin Jo'rayevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Albatta, keling dastlab bugun notarial sohasidagi yangiliklar, o'zgarishlar xususida tomoshabinlarga ma'lumot bersak. Albatta, har bir sohada bo'lganlik kabi notariat sohasida ham kundan kunga yangi imkoniyatlar, yangiliklar yaratilib kelmoqda. Buning misoli tariqasida shu notarial idoralarda video konferens aloqa, onlayn notarial harakatlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilgan. Bunda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari dunyoning barcha davlatlaridan turib o'zi istagan notariusga onlayn murojaat qilishga, onlayn navbat olishga, shuningdek 13 xil turdagi notarial harakatni bugungi kunda onlayn amalga oshirishga haqqi bor. Bunda shu fuqarolarimiz eng avvalo yenotarius.uz degan portal bor, notarial portal. O'sha portal orqali identifikatsiyadan o'tishlari zarur. Buning uchun ularga o'sha pasportlari talab qilinadi, pasport seriyalari kiritilib va identifikatsiyadan o'tiladi. Identifikatsiyadan o'tish shu yuzini identifikatsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Bunda shu identifikatsiyadan o'tadigan fuqaro identifikatsiyadan o'tish jarayonida shu yuzini o'ngga, chapga, to'g'riga qaratib, pastga, tepaga ko'tarib identifikatsiyadan o'tish zarur. Bu sun'iy intellekt emasligi va shu notarial idoraga murojaat qilgan shaxs haqiqatdan ham mavjudligini tekshirish uchun qilingan bu narsalar. Albatta, ko'pchilik fuqarolarimiz shu joyda qiynalishadi, lekin albatta bu hammasi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun o'ylab topilgan. Albatta Bu onlayn endi bu 13 ta turdagi demoqchisiz notarial harakatlar, bular qaysilardan iborat endi? Avvalambor shu avtotransport bilan bog'liq bitimlar, ya'ni oldi-sotdi shartnomalari, hadya shartnomalari, avtotransportni ishonchnomasi, er va xotinning umumiy mol-mulkini tasarruf qilishga rozilik arizalari, hozir ko'pchilik amalga oshiradigan notarial harakatlardan biri, ya'ni voyaga yetmagan farzandlarini chetga chiqish uchun ota-onasining roziligi, chet elda hamrohlik qilish to'g'risidagi arizalar, shuningdek mana ko'chmas mulk ishonchnomalari, boshqa turdagi ishonchnomalar, hattoki nikoh shartnomalari ham onlayn notarial harakat orqali amalga oshirilyapti. Aynan bu o'sha video yozuvlar aynan qayerda saqlanadi kelajakda, aynan bu notarial idora haqiqiy kuchga ega ekanligini isbotlash maqsadida? Barcha onlayn notarial harakatlar albatta videoga olib boriladi va ushbu videolar notarius axborotlashtirilgan tizimda saqlab boriladi. Ushbu tizimimiz Adliya vazirligi tomonidan himoyaga ega va bu albatta kiber jinoyatlardan oldini olgan. Yaxshi bilamizki, o'sha onlayn xizmatlarning barchasi birinchi navbatda aholiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etiladi. Lekin ko'pchilik fuqarolarimiz bugun axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishlariga qaramasdan onlayn xizmatlardan foydalanishga biroz shoshilishmaydi, notarial idoraga borishga ko'proq harakat qilishadi. Bu esa o'z-o'zidan sun'iy navbatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Umuman bugun tahlil olib borilyapti, ammo qay darajada fuqarolar mana shu onlayn xizmatlardan bir samarali foydalanishyapti yoki ko'proq o'sha kelib murojaat qiladiganlar ko'pchilikni tashkil qiladimi? Albatta, statistikani olib qaraydigan bo'lsak, umumiy respublika bo'yicha shu umumiy notarial harakatlarni bugungi kunda 5% gacha onlayn notarial harakat amalga oshirilyapti. Albatta, biz mana shu bugungi kunda kelgan fuqarolarga targ'ibot olib borib, keyinchalik notarial idoraga kelib emas, albatta ushbu harakatlarni o'tirgan joyda, kimdir ishxonasida, kimdir uyida, kimdir safarda bo'lsa, o'zi istagan shu davlatdan amalga oshirish mumkinligi to'g'risida fuqarolarga tushuntirib boryapmiz. Albatta, kunma-kun, yilma-yil ushbu ko'rsatkichlar ko'tarilib boryapti va fuqarolarimiz ushbu harakatlar ular uchun qanchalik qulayligini tushunib yetyapti-da. Ayniqsa oxirgi o'tkazilgan onlayn notarial harakatimda fuqaromiz muhimroq ishda ishlar ekan va unga juda ham qulay bo'ldi. O'z ish joyida turib
bizlar bilan notarial harakat amalga oshirishga va oxirida bu harakat bunaqangi notarial harakat borligi to'g'risida bilmasligini va bundan keyin albatta onlayn imkon xizmatlardan boricha, ko'proq foydalanishga onlayn harakat xizmatlardan ko'proq foydalanaman deb o'zi aytdi. Albatta bu hammasi bizlar shu targ'ibotimizga bog'liq. Albatta, Endi targ'ibot. 5% juda kamda, bu umumiy o'sha murojaatlarning atigi 5% ni onlayn holatda murojaat qilganlar tashkil etadi. O'ylaymizki, bir marta ushbu xizmatdan foydalangan inson keyinchalik naqadar bu unga vaqt tejashiga, o'sha xarajatlarni kamaytirishiga yordam berishini anglab yetadi. Albatta, shu o'rinda bu onlayn arizalar, onlayn murojaatlar boshlanganiga, aynan tizimga joriy etilganiga qancha vaqt bo'ldi? Ushbu onlayn notarial harakatlar boshlanganiga shu o'rtacha 3 yillar bo'lib qoldi. Shundan beri yilma-yil ko'rsatkichlar ko'tarilib bormoqda. Fuqarolarimiz shuni tushunib yetyapti. Albatta bizlar ham shu maksimal tartibda onlayn notarial harakatlar qilishiga fuqarolarni undayapmiz va sun'iy navbat, boyagidek ortiqcha hujjat, yo'l xarajatlarini oldini olish maqsadida fuqarolarimizga tushuntiryapmiz. Ushbu mana shu 13 xil bugungi kunda 13 xil turdagi notarial harakatni onlayn qilish mumkinligi va ular uchun juda qulaylik tarafi shu notariusga onlayn murojaat qilingandan keyin notarial harakat qanaqangi notarial harakat amalga oshirmoqchi bo'lganligini ko'rib chiqadi va ushbu fuqaromizga qulay bo'lgan notariusga va unga qulay bo'lgan vaqtni belgilaydi. Misol uchun kimgadir ishdan keyin qulaydir 6-7 dan keyin, ya'ni kimgadir ishgacha qulaydir, o'sha vaqtdan belgilab kelishib olinadi. Endi bu muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz qiziq savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Endi onlayn notarial harakat amalga oshirishning xarajatlari qanday bo'ladi? Borgan bilan onlaynda farqi bormi yoki qimmatroq bo'ladimi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin-da. Albatta shu har bir qulaylik o'ziga yarasha xarajat talab qilinadi. Shu sababli misol uchun belgilab o'tilgan davlat boyida belgilab o'tilgan stavkadan 30% bazaviy hisoblash miqdorida 30% miqdorda yuqoriroq onlayn notarial harakat uchun to'lanadi. Bunga misol uchun bugungi kunda 123.600 so'm ziyoda to'lanadi. Qanaqangi notarial harakat bo'lishidan qat'iy nazar. Bu onlayn notarial harakat albatta O'zbekistonda yashab turgan fuqarolarimiz bilan birga chet eldagi fuqarolar uchun juda qulaylik yaratilgan. Sababi ular chet eldagi notarial idoraga borsa, ular o'sha joydagi valyutada notarial harakat uchun to'lashga to'g'ri keladi. Bizning press-kurant bo'yicha to'laydigan bo'lsa, ancha ularga qulay va arzonga tushadi. Albatta, har tomonlama bu fuqarolarni cho'ntaklariga ham foyda, o'zlarini aynan xorijda yurganlar, ayniqsa kelib ketishning xarajati qancha-yu, baribir bu qulaylik yaratadi. Yana bir ko'pchilik qiziqadigan savol o'sha xalq tilida general doверенность deydi, o'sha haydovchilik huquqi va oldi-sotdi huquqi bilan beriladigan ishonchnoma haqida bir ma'lumot bersangiz batafsilroq. Bugungi kunda shu avtotransport bilan bog'liq bitimlar, oldi-sotdi ishonchnomalar ko'paymoqda. Sababi avtotransport ko'paygan. Shu sababli kimdir olyapti, kimdir sotyapti. Shu o'rinda kimdir o'ziga ishini osonroq qilish maqsadida boshqarish va sotish huquqi bilan ishonchnomalar rasmiylashtirilyapti. Albatta, ko'pchilik pulini 100% to'lab, ular o'ziga ip ko'ryapti-da, nima deydi? Sotish va boshqarish huquqi bilan ishonchnoma rasmiylashtirishga. Buni keyingi oqibatlarini hech kim o'ylab ko'rmayapti. Buni keyingi oqibatlari albatta mana ishonchnoma beruvchi xohlagan payt ishonchnomasini bekor qilishga haqqi bor. Undan tashqari ishonchnoma beruvchi yoki ishonchnoma oluvchi vafot etib qolsa, imzolangan ishonchnoma o'sha kuniyoq bekor bo'ladi. Ishonchnoma beruvchi yoki ishonchnoma oluvchi sud tartibida muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topganda ham ishonchnoma bekor bo'ladi. Shuningdek, agar yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxs tugatilganda ishonchnoma bekor bo'ladi. Buni shu nima deydi? Aholimiz unchalik ham o'ziga muhim masala deb olmayapti. Albatta ular uchun shu bugungi kunda ishini juda oson bitishini o'ylab, notarial idoraga kelib, tezgina boshqarish va sotish huquqi bilan yoki tasarruf etish huquqi bilan ishonchnoma rasmiylashtirib ketishni o'zi uchun qulay deb o'ylaydi. Keyingi oqibatlarni o'ylamaydi. Bundan tashqari shu ishonchnoma mulkdorni qanaqadir qarzdorligi chiqib qolgandek bo'lsa, majburiy ijroga o'tib ketganmi, oddiy kommunal to'lovlardan qarzdorlik chiqqidek bo'lsa, avtotransport vositasini sotish jarayonida ular ishonchnomasi bo'lsa ham amalga oshira olmaydi. Yo u kishini shu mulkdorni qarzini to'lab yopish kerak o'z hisobidan. Shunday. Nima deydi? Bugungi kunda o'zini oson ish bitishini o'ylab, keyinchalik qanaqangi to'siqlarga
to'g'ri kelib qolishini hech kim o'ylab ko'rmayapti. Shunda ishonchnoma orqali oldi sotuvni amalga oshirgan vositani keyingi safarga ishonchnomasi bekor bo'lib notarial mulk hisoblanadimi sotib olgan? Ishonchnoma bekor bo'lgandan keyin albatta u yana shu texpasportda ko'rsatilgan eganiki hisoblanadi va ishonchli vakillar hech qanday huquqlari qolmaydi ushbu transport vositaga nisbatan. Umuman bugungi kunda notarial idoraga ko'proq qaysi masalalar, muammolar bilan murojaat qilishyapti va aynan qaysi jihatlarda soha vakillariga o'sha aholi orasida tushuntirish ishlarini amalga oshirish yoki hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishyapti. Albatta mana shu hozir gapirib o'tilgan mavzumiz, ya'ni avtotransport bilan bog'liq ishonchnomalar, bular shu ko'pchilik oldi sotuvni o'rniga avtotransport bilan bog'liq ishonchnomalar tasdiq qilish huquqi bilan berilgan ishonchnomalar rasmiylashtirib talab qilyapti. Shuningdek, meros masalalarida juda ham muammo emas, shu fuqarolarda tushunmovchiliklari juda ko'p. Chunki birinchi o'rinda merosxo'rlarda marhum vafot etgandan keyin birinchi navbatdagi merosxo'r marhum necha yoshga kirib vafot etgandan qat'iy nazar uning merosxo'rlari ota-onasi, er-xotini, farzandlari hisoblanadi. Misol uchun 70 ga yoki 60 ga kirib vafot etgan shaxsning birinchi o'rinda ota-onasi merosxo'r desak, mana bu farzandlari, er yoki xotini uni noto'g'ri tushunadi. Axir bu mol-mulk biza turmushimiz davomida orttirilgan-ku, meni bobomni yoki buyimni qanaqangi bu muomala aloqasi bor degan mavzuda boyagidek savollar ko'payadi. Chunki fuqarolik kodeksining 1135-moddasida aytib o'tilgan birinchi navbatdagi merosxo'r. Biz undan chetga chiqa olmaymiz. Demak, o'sha fuqarolarning ba'zi paytda huquqiy bilimi yetishmasligi ham ko'p hollarda mutaxassislar bilan muloqot jarayonida muammolarga sabab bo'lyapti. Umuman bugungi kunda onlayn xizmatlardan ko'proq foydalanish yoki hech bo'lmaganda o'sha qonun haqida ma'lumotga ega bo'lish, ko'proq siyosiy bilim, huquqiy ongni oshirish orqali ham o'sha fuqarolarda tushunmovchiliklarning oldini olish mumkin va bu jarayonda bugun notarial idora xodimlari nafaqat o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida, balki fuqarolarning siyosiy bilimi, huquqiy savodxonligini oshirishda ham o'z xizmatlarini, mehnatlarini ayashmayapti. Bu jarayonda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. O'ylaymizki, bugungi muloqotimiz, suhbatimiz juda ko'plab muxlislarimiz uchun manfaatli, kerakli bo'ldi va o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga javob olishdi va sizni va navbatdagi muloqotlarimizda ham kutib qolamiz ana shunday kerakli, muhim va mazmunli muloqotlar bilan. Albatta yana bir bor tashakkur bildiramiz va azizlar, assalomu alaykum dasturi o'z yo'nalishida davom etadi. Bizdan uzoqlashmang deb qolamiz.